Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Ishlar bilan charchamay yaxshi yuribsizlarmi? Ko'p savollar bo'lyapti. Nega o'zingizni ko'rsatmaysiz? Faqat oqib berishayotganini ko'rsatasiz deyishganiga mana men o'zim ko'rsatdim. Bugun SSR qog'oz puli haqida gapirmoqchi edim. SSR qog'oz pullari bularni ham redkilari bor. Redkilari degani mana yaxshilab e'tibor bersanglar, водяной znaki bor. Qog'oz pul водяной znak yulduzchalari ko'rinyaptimi? Mana shu yulduzchalari agar mana shu teskari joylashganlari bo'lsa, o'shalari redki bo'ladi. Keyin raqamlar bir xilliklari bo'ladi. 1lar, 2lar, 3lar, 4lar. Bu SSR pullari juda baquvvat bo'lgan. Men yoshligimda eslayman. 86-88-yillari o'zbek filmga masovkaga qatnashardik. Komil Yormatov kinoteatrida. Har bir syomka uchun bizga 5 so'mdan pul to'lardi. Bo'lsa yoshimiz 10 yoshmi, 11 yoshmi vaqtimiz bizga har bir nechta 10-12 ta bola bo'lsak 5 so'mlik yo'q ekan, ikki kishiga bittadan 10 so'm berib qo'l qo'ydirib olardi. Biz borib ko'chada maydalab 5 so'm uyga olib borardik. Birinchi pul ishlagan va ota-onamga olib borgan pulim eslayman. Ota-onamga xursand bo'lishgan. 10-11 yoshimda birinchi marta pul ishlab olib borgan esimda yoshligimda. O'zbek film juda ajoyib edi. U yerda buyuk aktyorlar ko'pchiligini ko'rardik. Nabrahimov, juda ko'p aktyor, endi san'at arboblarini juda ko'pini ko'z o'ngimizda ko'rganmiz. Rustam Sa'dullayev, ularni kelib har birimiz bilan so'rashib o'tib ketardilar, qolardik. Shu agar kimda bo'lsa SSR pullari holati yaxshisi bo'lishi kerak. Holati yaxshisi. Muomalada bo'lganlari qiziq emas. Mayli, agar muomalada bo'lganlari ham bor, holati yomon bo'lsa ham bor. Aytgan yulduzcham teskari bo'lgani bo'lsa olaman men agar. Salomat bo'lasizlar, hammanglarga omad.